أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب الدفع من عرفة. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا هشام بن عروة أن أباه أخبره أنه سمع أسامة بن زيد يحدث عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة قال: كان يسير العنق حتى إذا وجد فجرا نص. قال هشام: والنص أرفع من العنق. قال محمد: بلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيداع الإبل فإيجاف الخير، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. الدفع من عرفة يعني Arfat'tan patkandan keyin Muzdalifaga qaytish yoki minish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arfat'tan shu kun patkandan keyin mangan ahvoli haqida Usama bin Zayd radhiyallohu anhuma shunda degan: "Kana sirul anaq tugisi bilan asta mangdi." Agar shunda bir azotchilik bo'lib, bo'shliq bo'lib qolsa, ya'ni odamni putlashmaydigan, tugini tezroq mangdira oladigan holati bo'lsa, nassa sal tezroq mangdirdi yoki tuginimasin, ya so'kildi degan tariq. Nas shunda tezroq mang'anlikni ko'rsatadi. Ammo odatda fiqh kitoblari nas deb kelib qolsa, Qur'on va hadisdan bo'lgan dalilni ko'rsatadi. Qol Muhammad rahimahulloh balag'ana dedim shada. Bizga bunda aytgan deb sanatni bayon qilmay, balagh suftiga keldi. Lekin Imom Buxoriy va boshqalar shu balag'ni sanad bilan tahrij qilgan. Annahu qala sallallohu alayhi vasallam: "Alaykum bis-sakina." Tamkinlik bilan o'zing tutilib manglar. Chunki odam bak jiq to'plashgan joy o'g'achqa dastlab ketadigan boshqa azoblar bo'ladi. Fa innal birra degan taat ibodatda yaxshi shaklda ish qilish laysa bi idal ibil. Tugilarni unda chaptirish, so'kilditish orqali bo'lmaydi. Va ijafil khayl atlarni chaptirish. Fa bihada na'khudhu wa qawl Abi Hanifa. Abu Bakr muhassir. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن المحسر كقدر رمية بحجر. قال محمد رحمه الله: هذا كله واسع، إن شئت حركت وإن شئت سرت على هينتك. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السيرين جميعا عليكم بالسكينة حين أفاض من عرفة وحين أفاض من المزدلفة. Tabi siyreyn debdi mi? Seyreyn bo'lish kerak kesin. Seyreyn jami'an batn muhassir. Bu Muzdalifadan Minaga mangan chaqdiki bir o'ymonliq yoki bir vodining ismi. Balki bu vodi masalan 100 metr kildigan vodi bo'lishi mumkin. Ibn Umar radhiyallohu anhu batn muhassirdan o'tganida tugisini sal oldirtdi. Yani hareketlendirdi degani tezroq manashqa devitdi. Ka qadri rimyatin bi hajar. Qanchalik arliqda desa, bir tosh atqichlik arliqda. Odatda bu arablar masofani shunda o'qiya asosan bir o'q bog'ichilik arliq yoki tosh atqichlik arliq deb endi o'lchaydi. Shunchalik arliqda balkim bu 100 metr chiqishi mumkin. Shunchalik arliqda siz o'tib ketishga tirishdi. Nima uchun degan chaqda shu makon kafirlar azoblangan joy. Shu joyda burun masalan xristianlardan hajga manganlardan birisi o'g'ilganlikdan, endi uning shariatida hukmlar balki boshqacha va qattiq bo'lishi mumkin. Masalan g'animatni ko'dirib tashlayapti, g'animatdan foydalanmaydi. Masalan, shunga o'xshash hamda shu o'g'lashqa qattiq bir hukm bo'lgan bo'lsa, bu hukmga rioya qilmay, ihramlik holatda o'g'lab qolganlik uchun shu yerda osmondan azob tushib, halok qilingan. Yoki ba'zi rivoyatlarda ashabul fil Makkani hadim qilgan chaqda osmonda tayron ababil kelib, so'qab halok qilgan joy deyilibdi. Shunda bir azob tushgan joy bo'lg'achqa bu joyda uzun turib qolsak, shunda bir azob tushib qoladigan yoki shunda bir ish bo'lmasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ba'zi burunqi qavmlar qilgan joyga kelgan chaqda siz bu yerda yig'iliqninglarcha
Kiranlar uzun tumanlar tiz ötep ketinglar degan tariqada mushu joydan tiz ötep ketishga tirishgan bo'lish mumkin. Yani bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki sayyidisda mushu joydan endi tiz ötep ketishga tirishganligini ko'rgan bo'lg'achqa Ibn Umar radhiyallohu anhu Rasulullohga iqtido qilib shuni tiz ötep ketishga tirishgan. Qal Muhammad hada kulluhu wasi'. İnşi'ta harrakta ve inşi'ta sitta alayhi netik. Bunun kamchiligi aldirmay monsang bo'ldan bu bir xilimda men eng afzalni, eng yaxshini qilaman deb bir xil tirishqanlikdan qilgan cho'qim mush joyda undan mashing lozim deydigan bir vojib yakanda belgilim yo'q. Balag'ana annan nabiy sallallohu alayhi vasallam qala fi sayrayn jami'an alaykum as-sakin. Ana sayrayn degina Arfatdan Muzdalifaga mangishda, Muzdalifadan Mina mangishda, har ikki mangishda sizlar o'zingni to'xtalib, tutilib, manglar deganda demakchi. Hayna afada deganmi shu nimadan mangan chaqda. Qur'on Karimda afidu min haythu afada an-nas. Adam ko'p bo'lgandan keyin xuddi bu bir xil daryoning suvi, o'stan suvi shundan quyilgandek, g'urr tushgandek bir xil ibora so'rilgan Qur'on Karimda. أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد القطني عن أبي أيوب الأنصاري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا في حجة الوداع. قال محمد وبهذا نأخذ لا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي المزدلفة فإن ذهب نصف الليل فإذا أتاها أذن وأقام يصلي المغرب والعشاء بآذان وإقامة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. فإذا أتاها باب الصلاة بالمزدلفة. Ibn Umar radhiyallohu anhu Sham bilan xutbani Muzdalifada bir aqlam jamlab o'qiydi. Ba'zi rivoyatda bir takbir bilan deb kelgan. Oraliqda nafl o'qimaydi, ya'ni Shamning shirkat sunnatini o'qimaydi yoki uningdan boshqa nafl o'qimaydi degan bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sallal mag'rib va al-asha bil Muzdalifa jami'an, ya'ni shunga asosan Ibn Umar shunda qilgan. Abu Ayyub al-Ansari dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-mag'rib va al-asha bil Muzdalifa jami'an fi hajjatil wada. Ma'noda ortiqcha kelgani hajjatil wada jile debdi. قال محمد وبهذا نأخذ لا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي المزدلفة وإن ذهب نصف الليل. Yerim keçolab ketsimi Shamni yo'lda vaqtida o'qitib mangdim demay Muzdalifaga berib o'qiydi. Ya'ni mush kunda Shamni Muzdalifaga borgan qadar kechiktirish vojib. Borgandan keyin azon to'lab takbir tushirib Sham bilan xutbanni bir azon va bir takbir bilan o'qiydi. Endi Hanifi mazhabda bir nechta xil qarash bor. Ma'o Imom Muhammadninki mishada bayon qilgan qarashi Hanifi mazhab ulamolari ayrim-ayrim ikki takbir bilan o'qishni tarjih qilgan. Bir azon ikki takbir. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج وقال لهما فيما قال ثم إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة التي عند العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء الطيبة لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف في البيت. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيبا حتى يطوف بالبيت. قال محمد رحمه الله هذا قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما. وقد روت عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك. عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعدما حلق قبل أن يزور البيت فأخذنا بقولها وعليه أبو حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. Jamratul Aqaba degan bir dovon yoki bir do'nglikdek yoki tog'dagi chig'ir yo'lnimi Aqaba deb qo'yish mumkin. Yoki dovon bu. Minaninki bir chetidagi Makka tarafdagi bir dovon.
Eyitning birinchi kuni shu davondagi shaytonga tosh etish bilan bo'ldi qilamiz. 3 emas, shu birga atimiz. Jamaratul Aqaba. Albatta bu shayton tosh etish Ismoil alayhisolamninki voqealiklarda bo'lgan ishlarninki bir nimasi. Biz shuni do'rab yoki shu voqealikni bir takrorlagandek shu fidokorlik, ixlos va to'liq bo'ysunish obidasini biz qayta takrorlab, shuni ulgu qilib, shuni o'rgangandek bir ahvolimiz bu. Shu chaqda shaytonni shu o'ringa Alloh taolo bog'lab berdi. Ondan hojilar shu yerga tashatdi, shaytonga tegidi deb. Asli bu bir turukdek bir joy qilib qo'yalik burun. Hozir buni kengaytib ekranda qilib qo'yalik. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu xataban nas bi Arafata yuallimuhum amral haj. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda turib so'zlab din ahkamlarini yetkazgandek xalifasi Hazrat Umar mo shunda xutib so'zlagan. Bizda ularni qilish kerak bo'lgan ishlarni bayon qilib, Minaq bog'ininglarda Aqabadagi shu cho'ng shaytonni tosh atgan kishi faqat halalahu ma haruma alayhi. Ihrom sababidan harom bo'lib ketgan ishlar uningga tosh atgandan keyin halol bo'ladi. Bu ishlardan chach oldirish, masalan, chach qisqartirish degandek ishlar. İlla nisa va tayyib. Faqatlam ayollar bilan atir xushpuroqlar cheklanadi. Albatta xushpuroqmi shu ayollarga chetishlik. La yamassu ahadun nisa'an wa la tayyiba hatta yatufa bil baytan. Tawaful ifadani qilib mo'cha, yani tahallul al-akbar. To'liq ihramdan chiqmoqcha ishlatmaydi demoqchi. Lekin tash etib bo'lgandan keyin bu bir xil tahallul asg'ar yoki yerim ihramdan chiqqandek holat. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu man ramal jamarata al-jamara deb mushna mutlaq kelib qolsa jamaratul aqaba. Jimar deb qolsa ko'p holatda so'g'ra va ustani ko'rsatdi mana shulesni. Jamaratul aqabani atgandan keyin summa halaqa va qassar chechin tushdi va nahara hadiyan qurbonlik kelgan bo'lsa qurbonlikni bo'zildi. Shu chaqda faqad halalahu ma haruma alayhi fil hajj illa an-nisa wa at-tayyib hatta yatufa bil bayt. Yuqori hadisga o'xshashgan buni. Albatta bu yawmun nahr, ya'ni shu qurbonlik kunidagi ish. Qal Muhammad hada qawl Umar va ibn Umar radhiyallohu anhuma. Lekin Hazrat Aisha buni boshqa rivoyat qilib qolgan. Qalat tayyibtu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi yadayya hatayn. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mush ikki qo'lim bilan xushpuroqlantirib qo'ygan, atir suvab qo'ygan. Ba'dama halaqa Qurbon kuni chechin tushgandan keyin tavaful ifoda qilishdan burun shu orliqda yuqorqi rivoyatda Umar va uning o'g'li ikkalan xushpuroq ishlatishga bo'lmaydi dedi. Bu rivoyatda Hazrat Aisha Rasulullohni mushu bo'lmaydigan orliqda xushpuroqlantirib qo'ygan deb rivoyat qildi. Bu muttafaqun alayhi hadis. Ya buni manda deylar. Ayollarning cheklanganligi, ayollarning halol bo'lmaydiganligi muttafaqun alayh. Lekin xushpuroq masalasida ikki xil qarash bo'lib qoldi. Umar va o'g'li xushpuroq ishlashsa bo'lmaydi. Tavaful ifoda qilgandan keyin xushpuroq ishlashsa bo'ldi dedi. Ayollarga o'xshash. Hazrat Aisha yo'q, shu orliqda xushpuroq ishlashsa bo'ladi. Men Rasulullohning shu orliqda unda atir suvab qo'ygan. Ya'ni kim biz Hazrat Aishaning qarashini tanladik. Hazrat Umar bilan o'g'linikini olmadik. Nima uchun? Hazrat Umar bilan o'g'li ikkalan mundaqisi bo'ladi, bu muddat o'zi so'zlagan so'z bu. Masalan, Rasululloh munda degan, Rasululloh mana buyurgan degan, Rasulullohga tutashtirib bir narzimidi. Lekin Hazrat Aisha Rasulullohga taqab turib, Rasulullohning ish harakatini bayon qilib bergan ekan, marfu' bir holat bo'ldi, va mavquf bo'ldi. Undan keyin biz Rasulullohning ishini shuni tutamiz. Bu yerdagi xushpuroqni ishlatish erlarga xos bo'ladi. Ayollar xushpuroq ishlatmaydi. Xushpuroq ishlatib taloq qilgan ish yo'q. Erlarning nimasi? Ya ayollar ishlatsa bo'lmaydi, taloqqa xushpuroq ishlatib chiqmaydi. Aishamiz qurbonlik qilgandan keyin qurbon foydada. Uni juyatgan bo'ldi. Yani o ayollarning xushpuroq ishlatib sirtga chiqishi bu ehromli holat emas. Yani hozir holatdami cheklangan ish. Sirtqa xushpuroq surtib chiqish harom. أخبرنا مالك رحمه
الله حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال محمد رحمه الله فبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت وندع ما روى عمر بن عمر وابن عمر رضي الله عنهما فهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. Yani Hazreti Ayşe'nin rivayetini İmam Ebu Hanife ve cumhur ulemaları algan. Makin kadisimo kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ihramihi qabla an yuhrim. İhram bağlaştım burun. Biz yukarıda bir qatam buniki talashtasini bayon qildik-ku. Hazreti Ömer shunda ching turib olgan bo'ladi bu. Agar shunda bir purq qapag'im bo'lsin yutsa deb turib olgan. Lekin Hazreti Ayşe dadamni xushpuroqlantirib qo'ydim dedi. Rasulullohni xushpuroqlan, ya'ni ihrom bog'lashcha ilgari xushpuroqni suvab badaniga. Undan keyin ihromni kiygizib bunda qildirib qo'ygan. Chunki ihrom 15 kun, 20 kun davomlashishi mumkin. Shu oraliqda burunqa shu jin xushpuroqlar bir oygacha puruq ketmaydigan bo'lg'achqa, ta'pirab masalan, g'ayri puroqlar purmaydigan bo'lg'ach. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xushpuroq masalaga alohida ahamiyat berdi. Shu xushpuroq uchunmi kirimining xil ko'p qismini shunga ishlatdi, ya'ni atir setib oldigan bunda ishlar. Va li hillihi qabla yatufa bil bayt. Mana tavof ifoda qilishdan burun ihramdan tahallul al-asghar qilgan vaqtida xushpuroq sutib qo'ydim demoqchi. Lekin mushu hadisni jumhur ulamolar ilib Hazrati Ayşe'ninki. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan bo'lgan ekan, Rasulullohning qilgan ishining oldida sahoba kiramlarninki esa bitirib turolmaydi. أخبرنا مالك رحمه الله قال سألت عبد الرحمن بن قاسم من أين كان القاسم بن محمد رضي الله عنهما يرمي جمرة العقبة؟ قال من حيث تيسر. فمحمد رحمه الله أكثر ذلك أن يرميها من بطن الوادي ومن حيث ما رماها فهو جائز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. أشو عقبة şeytan taşıdığan çağda bu bir döng desek Manda chuqurroq tarafdan turib matrab atamdi ya egizdirek tarafdan atamdi shayton qas tarafdan turib atadi degan masalada Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Abu Bakrning navrisi fuqaha sabadan shundan so'ralgan chaqda min haysu tayassar ustun tarafdan atamsa past tarafdan turib atamsa shuni qassan bo'ldi. Endi Muhammad rahmatullohi alayhi sunnat bo'yicha eng afzalini tutib qolsak Batnul vadidin açık taraftan etiş şu sünnet. Lekin baş taraftan asımı, üstün taraftan asımı meyle demek. باب تأخير من الثمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك. أخبرنا مالك رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال محمد رحمه الله من جمع رمي يومين في يوم من علة أو من غير علة فلا كفارة عليه إلا أنه يكره له أن يدعى ذلك من غير علة حتى الغد. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه كم. Şu taş etişni belgilengen vaqtlardan kechiktirish, yani ma'lum bir uzr bo'lib qoldi, jiddiychilik bo'lib qolgan ahvolda belgilengen vaqtdan kechiktirishga bo'lamdi. Qanday ahvollarda bunda kechiktirish makruh bo'ldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tugi baqadiganlarga, yani şu Minada masalan o tugilni kelgandan keyin amma ajilni tugilari bor. Bu tugilni bir kun ichida opirib, o'tlatib ekildigan shunda kishilar bo'lish kerak. Shularga fil baytuta Minada qo'nash masalasida, ya'ni qo'nashga ruxsat qildi degan gap emas, fil baytuta degan qo'nash masalasida ruxsat qilib, qo'nmasanglam bo'ldi dedi demoqchi. Qo'nmaslikqa ruxsat qildi. Asli Minada qo'nash lozimdi. Yermuna yawman nahr. Bular hayitning birinchi kunida tash etib, thumma yermuna min al-ghad. Endi atsa tash etadi. Lekin mush oraliqda qanday qiladi? Hayitning birinchi kun tash etgandan keyin tuglarni haydab boshqa ketadi. O'tildigan yaylaqlarga ketib, keyindan kechida Minada qo'nmay, ya'ni kunduz tong ataga kelib, atsa kunduzda tash etadi dedi. Thumma yermuna min al-ghad. Yo'q, bu o'zi mindigan tugilari. Thumma yermuna min al-ghad. Atsa kunduz kelib asib bo'ldi, lekin kechida shu yerda qo'nmasin mayli.
kechini sirtda o'tkazdi demoqchi. Ana yani 11-chi kuni kelib tashatdi. Aw min ba'dil ghadi al-yawmayn yoki 11-chi kuni kelmay 12-chi kuni kelib 2 kunning teshini biraqlam etdi. Summa yarmuna yawman nafr. Ondan keyin Minadan qaytish kuni, oxirgi kuni deydi, 13-chi kuni atdi. Bu sunnatga xilof holatda shularga ruxsat qilingan kengchilik. Yawman nafr degan Minadan qaytib kirib ketish kuni. Qal Muhammad men jamaa ramya yawmayn fi yawm min allatan. 2 kunning teshini bir kunda etib qolsa, ma'lum bir uzr bo'lib qolsa, bunun boshqa bir kaffarada qon qildigan hol yo'q. İlla annahu yukra. Sunnat xilaf bo'lg'achqa bu makruh bo'ladi. Lahu an yada'a zalika min g'ayri illa hatta al-ghad. Ma'lum uzrisi bo'lmasa-mu, ertasiga qadar kechiktirsa bo'ladi. Lekin makruh demakchi. Imom Abu Hanifa boshqa qarab, ertasiga qadar kechiktirib qolsa, sababsiz qon keladi. Nima uchun degan chaqda İmam Abu Hanifa her kunninki atıdığan teşini şu gün etiş vacip. Vacip taşıgandan keyin qon kildi degan. Lekin İmam Muhammadullah Abu Yusuf ikkalan vacip emas, sunnat deb qaragan. Mashqashayman ba'zilar saat 12 kun jabib turib, o'g'il aliganda kelganligini 12 ga oshqandek alifga birga Yo'q. باب رمي الجمال راكبا. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه قال إن الناس كانوا إذا رموا الجمال مشوا ذاهبين وراجعين. فأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال محمد رحمه الله المشي أفضل ومن ركب فلا بأس بذلك. Taşat qilib olgan chaqda bir ish qaytishda sahoba kiramlar shu chaqdagi Rasulullohning davridagilar minib berib keldi deydi. Dastlab qilib uloqni minib berib etib kelgan kishi Hazrat Muaviya ekan. Endi bu minishning afzalligini ko'rsatdi. Uloqni minib qolsa, charchab qoldigan yoki boshqa sabab bo'lib qolsa, uloqni minsa mayli, cho'qim minib berishing kerak degan gap yo'qmi? عند الجمال والوقوف عند الجمرتين. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر كلما رمى الجمرة بحصاته. قال محمد وبهذا نأخذ. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين يقف وقوفا طويلا فيكبر الله ويسبحه ويدعو الله فلا يقف عند العقبة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Indal jimar yani şeytanı taşatgan çağda. Jamra degan taş hamda. Lekin shu toshni shu atgan bo'g'azga shaytonning qishi turib tash etish deb endi ishlatadi. Hatto shaytonning o'ziga jamra deb atadi. Tash atgan chaqda zikrlardan nimani deydi? Va vuquf indal jamratin. Bir shayton bilan yana bir shaytonning orliqida turgan vaqtida nimda duo qiladi, nima deydi demakchi. أن ابن عمر كان يكبر كلما رمى الجمرة بحصى. الشيطانغا her bir qatım taş atqan vaqtida al-jamra degan mishada xuddi shaytonga degan shayton deb menda nimaning o'rnida ishlatdi hozir. Al-jamra deganmi shu tosh. Bu hozir toshdan shayton deganga yutkilib ketdi ma so'z. Shunga hasa deganni shaytonga tash atgan chaqda ramash shaytona bi hasa degandek. Tekbir etdi. Allahu akbar deb bir etib, Allahu akbar deb bir etib bunday. Qal Muhammad va biyada na'khud. Bu jumhur ulamolar mustahab deb qaragan. Mushu Allahu akbar deb tash etishni. Annahu kana yaqifu 'inda al-jamratayn al-ulayayn. Yaqifu wuqufan tawila. Bu hamda qachonqi gap? İkinci, üçüncü kunlar. Çünkü birinci güne şeytanın ağırlığında nıqlı bu iki şeytanı taşıdığı şu. Bir şeytanı taşıdımaz. İkinci, üçüncü güne andan iki şeytan, üç şeytanı taşıdığın bu ağırlık diyen gap şu çağı çıkıdı. Şu bir şeytanı taşıdı, yani birisinin kaşığa bir ağırlıqda uzun toxtaydı deydi. Bu iş toxtaşını başka rivayette kıblege yüzünüp durup toxtaydı. Sura Baqara o'qib bo'g'chilik orliqda to'xtatdi deydi. Shunchalik muddat to'xtatdi. Masalan 1 soat degandek. Takbir aytdi, tasbih aytdi va duo qildi. Va la yaqifu indal aqaba. Aqaba degan shu eng oxirgi tuganchi shayton bo'lganligi, cho'ng shayton. U shaytonniki yana bir shayton bo'lmaganidan bu orliq degan gap tugadandir. Tugandikan ya to'xtamay ketdi. Agar yana bir shayton bo'lsa-da bu orliq bo'lganidan undan to'xtab duo qilib tasbih aytib qildi.
بعدهم. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا ترمى الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ. أشو أيام التشريق يوم النحر قربانlık günü. Qurbanlık günden keyinki 3 günde gün qayrılgandan keyin andan şeytanı taş atmaz. Ama qurbanlık günü ço gün chiqqandan keyin lam tushkicha tash atmaz demoqchi. Bu sunnat o'g'ini ki ulamalar da qistansizlik qilib ketdi, adam dastlab ketib qoldi deb burunqi vaqtlarda yerim kechida yani 20 soatning qaysida assam bo'ldi degan hozir hamda bu shaytonni tashatganini yasab 3 qavat 4 qavat qilib shaytonni bunda cho'ng tamga aylantirib nim qilgandan keyin shu vaqtga rioya qilish lozim sunnat vaqt. باب البيتوتة وراء عقبة منن وما يكره من ذلك. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة إلى منن. قال النافع قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منن منا وراء العقبة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج فإن فعل فهو مكروه فلا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. Ay Mina'da qo'nashning o'zi jumhur ulamolarning nazarida vojib. Ya'ni Mina'da shu qo'ngan kechalarda qo'nash vojib. Nahotki bu vojibni tark etib Makka ga chirib yotoq chirib yetib olsa bir qo'y qon kildi jumhurning qarashida. Yani Hanafi mazhabda Mina deydi sunnat. Nahotki Mina'da yatmay qolib qolsa qon kelmaydi. Al baytuta wara aqaba. Aqaba musho cho'ng shayton bor joy Mina tava. Uni keyin taraf Mina'nın chegarasining sirti hisob bo'lgan ekan, bu Mina'da yatmay Mina'ning sirtida yetib qolgan ahvolda hukm qanday bo'ladi? Hazrat Umar odam vatib Aqabaning oq tarafida, ya'ni Mina'ning sirtida yatganlarni Mina doirasi kiringlar, Mina'da yatsanglar, Mina'da yatmagan bo'lsa qon kildi degandek bunda ogohlantirar ekan. Mina kechalari Aqabaning keyin tarafida qo'nab qolmanglar, hech kim qo'nab qolmasin deb shunda ogohlantirdi. Layaliya Mina degan Mina kechalari 3 kecha. Agar oldiraymiz degan bo'lsa 2 kecha, ya'ni Qurbayitdan keyin 2 kecha. Yo'q, o qaytishda. Qaytib kelib Qurbayit bo'lgandan keyingi gap. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج فإن فعل فهو مكروه. سرت قناقاش مكروه ده لكن قن كميدو لكن جمهورنا قرشدا قن كيلودو. قدم نسكا قبل النسك. أخبرنا مالك رحمه الله حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج. وقال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إلا قال افعل ولا حرج. أخبرنا مالك رحمه الله حدثنا أيوب بن السختياني عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليخرج دما. قال أيوب لا أدري قال ترك النسي. قال محمد رحمه الله وبالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ أنه لا حرج في شيء من ذلك. قال أبو حنيفة رحمه الله لا حرج في شيء من ذلك ولم يرى في شيء من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة المتمتع والقادم إذا حلق قبل أن يذبح قال عليه دم وأما نحن فلا نرى عليه شيئا. Aşağı faaliyetlerde kılgan bir malum tertip var. Bu tertip mesela aldılar, eğitimin birinci günü taş atımız, cemaatlerle bu taş attık. Onun iken ondan kurbanlıkımızı boğuzlayımız, kurbanlık boğuzlaydık Allah. Onun iken çat çütümüz, çat çütken iken ondan Mekke girip tavafıl ifade kılımız. Bu muşu tertip hem de talep kılıngan tertip. Diken muş tertip bu iş kılış vacip mi vacip emas mı diyen meselede
Bazı ulamalar mesela İmam Malik'tek aldılan taş etip bulup anda ifade kılış lazım. İkisining birisi ilgirki manda bulup qalsa o çağda vacipler kılgan buldu. Başkası meyle degan. Ebu Hanife hammada tartib vacib deb qaragan. Ana hadislardagi bir necha tartibga rioya qilmagan ahvollarda Rasululloh la haraj hech gap yo'q yoki hech nima bo'lmaydi degan tariqada deyilgan mush iborani Imom Abu Hanifa o la haraj degan la ism degan bo'ldi. Gunoh bo'lmaydi, lekin qon keladi degan gap bu. Kaffarat yo'q degan gap emas. Gunoh bo'lmaydi degan gap deb tushungan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ama hajjatul vada Hazrat Umar mush Rasululloh qilgandek turib nutq so'zlab kishilarga bayon qildi-ku, bayatdan. Rasulullohning mushunimizga ergishib qilgan. Hajjatul vada yili Minada turib, vada yili Arfat turibmi, huzurni manasikakum degan, Minada Jamratul Aqabaning qaysi turib, tugisining ustida turib, kishilarga fatvo bergan. Birisi lam ash'uru, men bilmay qopdim-a, bilmay bunda qilib qopdim-a demoqchi. Men tash etishdan burun qurbonlikning bo'zibdi. Asl qoida tash etib qilib qurbonlik qilish. An armi degani shu armi Jamratul Aqaba demoqchi. Oyda tartib buzilib ketib qopdi bo'lsa, teshin etib va chataq yo'q dedi. Yana birisi men bilmasdan qurbonlikdan burun chechim tushib qopdim-a desa, qurbonlikning bo'zdi va chataq yo'q dedi. Mushi tariqada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanda bir ilgir keng qilib qolgan bir ahvol bo'lib qolsa, aqli va chataq yo'q dedi. Ba'zi rivoyatlarda tash etishdan burun tavoful ifoda qilib o'tibdimi, tashni atmay turib Makka yechib tavoful ifoda qilib chiqibdimi degan. Yana bir rivoyatda tash etishdan burun chechim tushibdimi deb ashunda xil ilgir kengliklarni so'g'anda chataq yo'q degan. Sodir Sa'dullardan Salmanul Avda Yasiful Havalining birisining Ef'al va la haraj deb ayrim kitobi. Mush so'zni bir kitob qilgan. Bilmay turib qilgan bo'lsa, bilib turib qilgan bo'lsa-mu, shunda deyish kerak. Ya'ni bu tartib hozir umumiy darajada vojib emas demoqchi. Tartib bilan qilish talab qilingan, lekin vojib darajada talab qilinganmi? Imom Abu Hanifa vojib darajasida deb qaragan. Imom Malik tash etish bilan tavoful ifodaning o'tirdi ikki narsaning o'tirib tartib bor, boshqasining o'tirib tartib yo'q. Boshqa ulamolar bu tartib vojib emas dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu haj faoliyatidan nusuk degan ba'zida qurbonlik degan ma'noda keldi, ba'zi haj faoliyatlari, ba'zi ibodat degan ma'noda keldi. Ya'ni haj faoliyatlaridan birasini ilgari qilib qolsa demoqchi. Men nasiya min nusuki shay'an. Haj faoliyatlaridan birasini unutib qolsa yoki qilmay qolsa, mush unutib qolsa ya qilmay qolsa deganning qaysini Said ibn Jubayr qaysi iboratni deganligini ravilardan Ayyub as-Sakhtiyani esida qolmagan. Ya nasiya dedi Said yoki taraka. Demak, buni unutib qoldi ya qilmay qoldi. Mazmuni bir, lekin qaysi so'zni ishlatganligini unutib qoldi. Ayyub as-Sakhtiyani bu salaflarimizdan katta zohidlardan Saxtiya degan teri ma'nosida olib, terichilik qilgan bo'lg'achqa terichi Ayyub deb bunda atalgan. Endi bu ish xil rivoyat kelib qoldi. Mana qon keldi dedi, yuqorqi rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedimi? Ya'ni ekan Imom Muhammad bu ish hadisini ta'liq qilib, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilingan shuni olamiz. La haraj fi shay'in min dalik. Chataq yo'q dedi. Endi Abu Hanifa la haraj fi shay'in min dalik. Dunyoda kaffarat berish masalasida la haraj, kaffarat kelmaydi. Faqatlam bir masalada kildi dedi. Kaffarat kildi yoki gunoh bo'ldi degan ma'noda. Al-mutamatta val qarin. Mutamatta val qarin degan bu ikkisi, ya'ni bir tarafdan mutamatta degan bo'ldi. Ikki desamda bir xil tamattoni ko'rsatdi. Ida halaqa qabla an yadbah. Bo'g'izlashdan burun chach yutib qolsa, qon keladi, ya'ni tartib mishadi, vojib, mishadi, haraj bor demoqchi. Boshqa ahvollarda haraj, ya'ni ifrod holatida haraj yo'q demoqchi. Imom Abu Hanifa ustozimiz shunda qaradi. Nima uchun desa, ya'ni vojib bo'lgan bir tartibni tashlab qo'ygan demoqchi. Va amma nahnu biz Imom Muhammad va Abu Yusuf ikkaylan fala nara alayhi shay'an hech gap bo'lmaydi deb qaraymiz demoqchi. Lekin bu odamda mush bir ahvolni istisno qilib chiqiribdi. Hanafiy mazhab kitoblarida tartib vojib deb umumizlik bir xil bayon qilish mumkin. Abu Hanifaning qarashi shunday. Hozirmizdan qo'yduğumuzdan shu bir qo'lni qo'yishdan biri to'plash qo'lni berayotganligimdan shu o'zimga hisoblayman. Shuning o'rnida, chunki shular shu pulni topshirib olib, shuning nomida bir qo'y bo'g'izlaydi.
أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في كبش وفي الغزال بعوز وفي الأرنب بأعناق وفي اليربوع بجفرة. قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ أن هذا مثله من النعم. باب ceza sayd. O'ninki cezası yoki fidyasi tulimi deyli. Sayddan maqsad mishada quruqliq o'ldiradi. Dengiz o'ldiramas. Chunki uhillalakum saydul bahri va ta'amuhu mata'an lakum sayra va hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma degan ekan. Dengiz o'ldira ihrom bog'lagan kishiga halol. Bu yergi maqsad tulim qildig'ini quruqliq o'ldiri. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shunda hukm pishib qo'ygan. Masalan, o'ni tutdi birisi, ihrom bog'lagan kishi. O'ni tutib qolsa, bu o'ning odati biz so'yab yeydigan mol chorvalarga qaysinga udul kildi deb shuni cho'ng kichikligini udullashtirdi. Masalan, bir kiyik bo'lib qolsa, bir qo'y, bir toshqon bo'lib qolsa, toshqonga yaqin bir narsa bo'lib qolsa, toshqon. Yo'g'on masalan, yo'q kalida bir narsa bo'lib qolsa, cho'ng kala. Shunda bir narsani udullashtirgan ahvol bor. Ma'noga tankildi deb birdigan bir hakam bo'lish kerak. Hazrat Umar mushunda voqealiklardan birida ad-dab' bir sirtlan ovlagan bir ihromlik kishiga bir qo'chqa pishib qo'yibdi ekan, hukm qilib qo'yibdi ekan. Chunki endi shunga yaqin qildim. Sirtlan degan bo'rga yaqin bo'rdan sal cho'ngroq bir narsa. Shu yirtqich hayvonlar qatorida, u masalan kechida bashoni to'plashib ovlaydigan aytdi vahshiy hayvonlardan. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shu daba ovlaydigan hayvon bo'g'achqa dab'aninki go'shini halol degan. Ovlashga ruxsat qilganligi halollikning isbotidir. Lekin Hanafiy mazhabda harom, yirtqich. Va fil g'azali bi'anz. G'azal degan kiyik dedik-mi? Bug'imi. Kiyik deyilami buni? Kiyik o'lganlarga bir sog'liq o'chga. Shunga yaqin keldi demoqchi. Va fil arnabi bi'anaq. Toshqon o'lganlarga anaq degan o'g'loqninki kishisi. Lekin bu masalan 6 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan, masalan bir qurbonlik qo'yini qurbonlik namozi chiqishdan ilgari so'yib o'tgan sahobaga bu joiz emas degandan keyin hisob bo'lmaydigan chog'da endi anaq xayrun min jaza' degan chog'da san ruxsat boshqa ruxsat emas dedi. Shu 5-6 oylik bo'lgan o'g'loq, kishi o'g'loq, ya'ni kichik demakchi. Va fil yarbu'i bijafra. Yarbu' degan bu mana uchar chashqon deymiz yoki yanmantaq degan nima bor. Bir yava chashqandek bir narsa. Lekin yava chashqonga chashqon bu hozir bu yerda o'ylashdan gapi. Bu o'ylaganlikni Imom Shofiy rahmatullohi alayhi buni go'shining halolligini isboti deb turgan. Lekin biz deymiz bu o'ylashga ruxsat qilganligi cho'qim buni go'shini yang degan gap emas. Ba'zan terista bo'lsan, tumoq tikilgan. Har xil nimaga ishlatigan ishlar bor. Yoki ham boshqa dori darmak shunda bir san'at ishlariga nima qilgan ish bo'lgan ekan, bu o'ylash masalasi boshqa, halolligi boshqa deymiz. Yerbo degan uchar chashqon, yalmantaq degandek narsalar. Bag'ilda mevchilni o'g'lab qo'yadigan chashqonlar shu yalmantaq deymiz. Odatda chashqon cho'ngroq. Odatda chashqon cho'ng. Ya'ni cho'ngroq aslandek bir narsa. Jafra bu 4 oylik bo'lgan o'g'loq yoki paqlan. Hammasidan bu unda cho'ng kichiklik qarab mo'lchallab shunga hajmi udul kildigan bir narsa pishib qo'ydi. Li'anna hada mithluhu minan na'am. Chunki biz bo'g'izlab yeydigan chorvalarning udul kildig'ini mushular deydi. Ashi yava hayvonlarning cho'ng kichikda o'xshashi chorvalardan mushunday hayvonlar bo'ldi deydi. Agar bu deyapmi bu uchar chashqon, bu yalmantaq deyapmi harom. Ya buning terisidan foydalanish uchun o'ylaymiz yoki bunun ziyonkashlikdan saqlanish uchun ular tutib o'tiradigan. أخبرنا مالك رحمه الله حدثنا عبد الكريم بن الجزائري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه كمه في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين أو ينفق شاة أي ذلك فعلت أجزاء عنك. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. أبي حنيفة والعامة. كفارة الأذى
Kafarat ada degan anda bir ahvol bo'lib, qattiq aziyat chekib ketadigan, qiynalib ketadigan bir ahvol bo'lib. Masalan, buni misoli chechi to'pchang masalan, juyamma yoki shunda nimalarda pitolab ketdi deydi. Pitolab ketgandan keyin, u pitni o'ttasi qon keladi. Ba'zi ulamolar masalan savigan yaga tushirvatsimi, keyin o'lib qolgan bo'lg'achda qon kelib turib oldi-ku. Undan keyin chechni tushirtiblam qutuludan bu. Uni boshqari yo'q. Chechni tushirtsa shu taqdek ketib qolsa ha, ya o'tirdimda. Buni hamda tazlisimi, yana u qap qilishi mumkin, qutlanmasligi mumkin. Yuqma taxavundan qutlanmasligi mumkin. Hozir do'rilib olmasin, do'rilda shunda nima qildi. Tushib o'tiblam qutulmoqchi. Qutulgandan keyin buningda ihramlikqa qaysi zid bir ish qilgandan keyin qon keldigan gap kaffarat keladi. Mush kaffarat nimadan iborat? Abdurrahman ibn Abi Layla va ibn Abi Layla deganmi? İmam Abu Hanifaga o'xshash, İmam Malikga o'xshash katta olimlarning biri, Kufada yashagan. İmam Abu Hanifa bilan qilgan munoziralari bor. İmam Abu Yusuf'ninki kitobi İxtilof Abi Hanifa va ibn Abi Layla deb. Ya Abu Yusuf ustoz. Abu Yusuf o'qigan lekin, ya'ni ba'zi azroq o'qib nima qilgan, demak Abu Yusufning ikki ustozining qarashlarini tahlil qilgan kitob desak, İmam Abu Hanifaga ba'zi qarashlar o'xshamaydi. Ayrim mujtahid imom An Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan billa bu ihramlik holatida chaqda beshini pitib o'sib ketib, qattiq qiynalib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda bu yarim bo'lib ketdingmi deb qishga kelib, alsa bu pitlar shundan to'kilib turganlar mig'mig o'sib ketgan. Chechin tushib deb 3 kun ro'za tutgan yoki 6 miskinga tamoq bergan. Har bir miskinga muddayn degan sa'ning yarimi. 1 saat 4 amdad. Yani mud degan qanchalik desanglar, masalan, ikki qo'limizning qo'limizda bir o'chim olsak, bir mud. 4 na olsak, shu 2 kilodek bir narsa chiqadi shu. Hozir muddayn, ikki o'chimlab bilan bug'doyni shunday olib bersak, bir kishiga bo'ldi. Demak, 6 kishiga shunda yarim soatdan 3 soat degan gap. Onsuk shah yoki bir qo'y bo'g'izlaman. Nusuk degan mishada qurbonlik bo'g'izlash ma'nosi keldi. Ayyadalga falta izza. Ya'ni buni tartibi nima? Ixtiyoriy. Qani qilsang, men topolmasam, ma'o degan gap yo'q, ha? Fa illama istata degan gap yo'q. Mayli, shunday باب من قدم الضعفة من المزدلفة. أخبرنا مالك رحمه الله أخبرنا نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر كان يقدم صبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح. قال محمد رحمه الله لا بأس بأن يقدم الضعفة فيوعظ إليهم ألا يرموا الجمرة ويوعز إليهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. قدمت ضعفاته، أما سيف زور لنا ضعفة، عاجز، قرچure, kişiler, kesel, her taraftan acizlik boğullar. Bundan da Muzdalife'de Mina mangan çağda sal burraq, siz mangaştırınlar, şeytan taşetişqa, keçkip kaldığın işte bulmuşsun, siz burraq mangaştırınlar, aldın manguz ötüş. Abdullah ibn Umar şunda qilib dedi. Yani kichik bolalarni mangdur o'tdi. Hatta yusalli subha binna. Minada bamdat o'qigan qadar, ya'ni bamdat bo'lgan qadar sizlar mangashtiringlar yerim kecha bilan xudo o'qilablar masalan. Bamdat so'rliq vaqtlarda mangashtiringlar manguz o'tdi dedi. La ba'sa bilan o'qidim. Bunda mangash turinglar deb yo'llatsa mayli va yu'iza ilayhim. Yu'iza degan manda qilmanglar, diqqat qilinglar deb jikilash. Ularni manguz o'tib, ularga siz Mina borgan vaqtinglarda kun chiqib bo'g'icha tash atmay turinglar juma deb menda tablab qo'ydi deydi. Kun chiqqandan keyin ondan tash etishni boshlash, lekin burun berib qolib, bamdat vaqtdan tash atmanglar deb jikilaydi. Albatta, kun chiqqandan keyin tash atsa, kun qayrilish qadar atadi. Yoki ba'zi qarashlarda kun patgan qadar atadi. Yu'iza degan av'azadan kelgan. Qilish qilmaslik ustida bir narsa tablab qo'yganlikni av'aza deymiz. أخبرنا مالك رحمه
رحمه الله أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بطنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة وكان يجللها بالحلل والقباط والأناق ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة. قال فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة أقصر من الجلال. Jilal degan tuglarning, otlarning ustiga yopadigan yopiqlar. Chiroyli bir raxna masalan, qizil raxna, yeshil raxna yeb qo'ydigan ishlatdi. Ibn Umar radhiyallohu anhu haramga otgan, butun degan haramga otgan tuglar, haramga ilib boradigan tuglarning yopiqlarini yirtmaydi. Ya'ni ma'lum bir lozim bo'lib qolsa biz narsaga yetib, namoz qilib o'qib turadigan bunda bir narsa ishlatmaydi. Yani. Şu herhangi bir erpat, mina bir bo'g'izlangan qadar mushu yopiq saq tursin, uzib ketmasin deb asraydi demoqchi. Va kan la yujalliluha hatta yaghdu biha min mina ila arafa. Bu Madinadan chiqdi. Yopiqni yepib, bo'yniga tasmini esib, lokusqa bir narsani qanatgan ekan, Madinada atlandimi? Atlangan chaqda yopiq bo'lsa, albatta erimga atgan ekan, bunun isel tavardurdundak, isel raxilni yopiq qilib yapti deydi. Bunun yopiqini chiroyli qatlab olib qo'yib, xo'jinga sep qo'yib, undan keyin Makkaga borgandan keyin uni yapmay, Minadan Arfatga rasman shu rasmiyat kuni, murosim kuni deyiladi. Shu murosim kuni andin yapdi. Allohning huzurida mana bunda isel yopiqliq, bunda Raus tugini elib keldim deb Allohning huzurida duo qilib Arfatda mag'firatga erishish uchun shu kuni ishlatdi deydi. Va kana yujalliluha bil hulal. Uni shu Madinada mangan chaqda ustiga qanday yopiqlarni ishlatdi desa, Yamanning isl raxlari hulal degan, Yamanninki ayında baqsam raxlari. Val qabati, bu qabati degan Misrning raxlari. Qibt deymizgo. Misrning raxlari. Val anmat. Anmat degan bu jungdan yasalgan raxlar. Misrning raxlari katandan yasildi. Demak, bu hamda sirtning shu chet elninki isl raxlarini yopiq qilib yopadi ekan. Hozirmi shunday raxlar borku? Katan nazmasmi? Katan. Bu bir xil jip shu o'simlikdan yasalgan bir jip. Katan deymiz. Kanap deyli, kanaprax. Demak, bu raxlar turlari shu chaqda ekan, bizning vasan shiping tava, ankilishin nima degandek yoki sarja degandek anda raxlamdi. Ashuna isl raxlni yopiq qilib ishlatdi. Ondan qurbonligini bo'g'izlab bo'lgandan keyin yopiqlarni ilib Ka'baga ivatdi. Ka'baning shu hajabalari bor-ku, hajabalarga ansima Ka'baga ishlaslar yopiq qilib deb shulik birdi deydi. Ondan yaksuhal Ka'ba. Ulardan Ka'baga yopiqqa ishlatdi. Shunday narsa yig'ilgandan keyin bir-biriga ulab tikib Ka'baning yopiqi shaklida ishlatdi. Qala falamma kusiyatil Ka'batu hadhihi al-kiswa aqsara min al-jilal. Ma rawi azir qala degan kim? Nafi deydi, Ka'baga, ya'ni Nafi oyat chaqdiki shu Ka'baning ustidagi yopiqni demoqchi. Mushu yopiqlar yepilgandan keyin ondan Ka'baga o yopiqlarni ivatmaydigan bo'lgan. Yopiqni sadr qilib o'tib Ka'baga bermaydigan bo'lgan deydi. Endi mushu yopiqlar nereden kelgansa xalifalar, shu chaqda xalifalar o kishilardan unda yopiqni to'plab unda qilishma, davlat xazinasidan ya shu xalifa yendillan nurg'un tillarni sarf qilib alohida bir xil raxtda tik turib, shundan xalifa o'zi qilib turgan bo'lgan. Ya'ni xalifa o'zi qilib turgan bo'lgandan keyin u Ka'baga bir shajasi bo'lgandan keyin faqirligiga berib turgan bo'lgan. Aqsara degan bu ishini to'xtatdi degan ma'no. يصنع بجلال بدنه حين أقصر عن تلك الكسوة. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يتصدق بها. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخطمها وألا يعطى الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بهدي فأمره أن يتصدق بجلاله وخطمه وألا يعطى الجزار من خطمه وجلاله شيئا. Ve Hazreti İbn Umar Ka'bamda davlat o'zi yopiq qo'yilgan bo'lgandan keyin yopiqlarni sadaqa qiladigan bo'lgan. Aqsara antilkal kisva, ya'ni shu yopiqlarni Ka'baga yopiq qilishga bermaydigan bo'lgandan keyin sadaqa qiladigan bo'lgan.
İmam Muhammed dedi, şu tügülərinin yopuqlarını sədıq qılıb etiş lazım. Və bi xutumiha, xutum degan ulaqlarınki çulvuri nuqtası degan. Ağamsızda boynuna bağlab tutumuzga, şunga o'xshagan narsalarni. Shu tugida birlik kelgan ashundan narsa. Bo'g'zab bo'lgandan keyin uning vazifasi tugaydi. Va alla yu'tiyal jazzara min zalika shay'an. Uni boshqadan bo'g'zatgan bo'lsa, qassobga u narsani bermaydi. Shaqqi sifatida bermaydi. Go'shini va shaqqi sifatida bermaydi. Faqatlam shu qassob faqir kishi bo'lib qolsa, shaqqini mo berib, uningdan sirdan boshqa bir faqirga sadaqa bergan tariqada uning yana sadaqa bersa bo'ldi. Bizga yetib kelishicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazreti Alini tugilari bilan avatgan. O'sha Hazreti Abu Bakr bilan la tufanna bil bayt mushrik deb jakalashqa 9-yili avatgan chaqda shuna buyurgan. Buning agar to'qimlari, yopiqlari, nuqtalarini sadaqalat qassobga bermagan deb. Yani shaqqiga hisoblab bermagan gap. Ammo faqir olib qolsa sadaqa bersang bo'ldi. Boshqa faqirga sadaqa bergandek. بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال من أقصر دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهو يتداوى ممن اضطر إليه فيفتدي. قال محمد بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه جعل المقصر بالوجع كالمقصر بالعدو. فسئل عن رجل اعتمر فنهشته حية فلم يستطع المضى فقال المضية فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ليبعث بهدي فيواعد أصحابه يوم أمار فإذا نحر عنه الهدي حل لكانت عليه نحر عنه الهدي حل لكانت عليه عمرة مكان عمرته وكانت عليه عمرة مكان عمرته. وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. Hac ve umrga mangay deb yerim yo'lda to'slab qolgan kishi muhsar degan. Fain uhsirtum famastaysara min al-hadi. Salim ibn Abdullah an abihi Abdullah ibn Umar demakchi. Man uhsira dunal bayt bimarad. Kesal sababidan ama to'slab qolishning sababini kesal sababidan to'slab qolsa Kabe'ga berib qo'lanmay fa innahu la yahillu hatta yatuf. Tavob qilmoqcha ihramdan chiqsa bo'lmaydi. Ya'ni haj umrni tashlasa bo'lmaydi demakchi. Lekin bu haj umrni tashlatmay, safarda mengab, davolanib, Makkaga borib davolanib, doktorxonada yetib nimqig'ach shu ishni qiladi dedi. Lekin davolanganligi hozir bu yerda cheklangan ishni qiladi-ku davolanganligi. Kiyim kiydi, doktorxonaning kiyimini. Çatçı tutishi mumkin va boshqa ishni qiladi. Qilgan ekan, bu bir chataq ishni qilgan sifatda fidya bersa bo'ladi. Lekin ya dushmanning gapini qilmadi. Dushman to'sib olgan degan gapni qilmadi. Endi Imom Muhammad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bunday rivoyat kelgan. Dushman sababidan to'salsin yoki og'riq sababidan to'slab qolsa, ya'ni haramga borolmay qolsa, o'xshash deb kelgan. Kelib bunda bir voqelikda bir kishi umriga berib, ishdan chiqib olgan ekan, haramga yo'lni davomlashtirolmay qolgan bo'lsa, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu davolanish uchun qolib qoldi. Boshqa hamrohlari haramga mangdi. Hamrohlari bilan ash o'zining qurbonligini avazsin deydi. Men sizlar og'achga tinglar haramga so'g'amni. Ondan shu hamrohlari bilan bir kunni tutishib qo'ydi. Bu hamda yanpon, telefon bir narsa yo'q chaqdagi gap. Amasa Eidning birinchi kuni asrdan keyin mening qurbonligimni siz bo'g'zab qo'yinglar. Asrdan keyin bo'lgan chaqda mening qurbonligim bo'g'zinib bo'ldi deb shu chaqda men ahramdan chiqay demoqchi. Ya'ni qurbonligining bo'g'zinib bo'lgan vaqtini bilish uchun ashamralardan tutishib qo'yamiz. Qurbonlik kuni soat manjida yoki asrdan keyin ya menda chaqda bo'g'zalni mening qurbonligimni demoqchi. Fayda nuhira anhu al-hadi, ya'ni shu chaq bo'lgan chaqda mening qurbonligimni amralarim menga atab bo'g'izlab qo'ydi mening o'rnimda deb xotirjam bo'lgandan keyin u kishi ihramdan chiqdi. Qurbonlik avatgan kishi, kasal kishi. Va kana alayhi umra. Bu ma umrisini qilmagan ekan, saqaygan aman bir umr qilishni vojib bo'ladi demoqchi. تكفين المحرم. أخبرنا مالك رحمه الله
الله أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله وقد مات محرما بالجحفة وخمر رأسه. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا مات فقد ذهب الإحرام عنه. Ehramli holatda o'lib ketib qolsa, uni qanday kepallaymiz? Uni kepallagan chog'da beshini o'gab qo'yishli bo'pti. Ehramli holatda beshini o'gab olsam bo'lmaydigan cheklim bo'pti. Abdullah ibn Umarning o'g'li vaqt o'lib ketib qolgan chog'da bu ehramli holatda Juhfa degan joyda o'lib ketgan. Beshini o'gab qo'ygan deydi. İmam Muhammed ve biyadan naxud ve huve kavli Ebi Hanife. Biz müşkarasını tutamiz. Ebu Hanife müşunda qaraydı. Ehramlı qalat ölüp ketip qalsa, beşini yogavasi buldu. Nima üçün desa, ölen bilan ehramlık nimasi tugagan buldu. İza mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min salat degan tariqada bunun amallari bilan bir munosabat uzildi demakchi. Navanikan bu ehramlık demaymiz. Ölgandan keyin bu ehramlık kishi demaymiz. Unda İmam Ahmad ve İshaq bu ulamalar filladi ve qasathu naqatuhu ve huve muhrim degan hadisda ehramli qalat tugisini so'tirab tugisi tashlab o'tibdi, bo'yni sinib ketib o'ldi bir kishi. Shu chaqda Rasululloh buning beshini yo'g'manlar ehramli holatda ehramli bilan dafn qilinglar fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya degan bo'g'achqa rivoyatni tutib ehramli kishini o'lib ketib qolsa beshini yo'g'isi bo'lmaydi deb qaragan. Ya yutaraydi-ma kepalligan chaqda beshini yo'g'asi bo'lmaydi demakchi. Ehramda o'lib ketsa, ashuniki farzaq bo'ladimi yoki saqt bo'ldimi? Chunki bu shu bir farzni ado qilish yo'lida taat ibodat qilib o'tib, shuni tirishib o'lib ketgan bo'g'achqa, qiyomat kunida o'sha ehramli holat qubudo degan bo'g'achqa Rasululloh va boshqa imomlar buning ehramlik holati xuddi davomlashgandek bir ahvol deb qarab, beshini yo'g'isi bo'lmaydi deb qaragan. O'lib ketgan kishini jilda farishtalar chiqib qo'ydi deydi shu sayyid. Vallohu alam. Bab man adraka Arafata laylatal Muzdalifa. Laylatul Muzdalifa degan Muzdalifada qo'nab, atadigan Minoga boradigan kecha. Ya'ni at-hit degan kecha Muzdalifada qo'nadigan kecha. Shu kechada Arfatga yetib kelgan kishi, ya'ni bular hamma hojilar Arfatda turib Muzdalifa ko'rib qo'nadigan chog'da kechada ondan yutidan shu Saudiya Arabistonining shu nimasiga yetib kelibdi. Kechikib qopti-da bir kun. İbn Umar radhiyallohu anhu shunday aytdi: "Men waqafa bi Arafata min laylatil Muzdalifa qabla an yatla'al fajr faqat adraka al-hajj." Shu kecha namozshamdan keyin biz qaytamiz-ku. Namozshamdan keyin xubdan bomdod qadar hammada Muzdalifada bo'lsa, bu ulguramagan yugurib Arafatga chiqib, shu kechada birdan turib o'tib, ondan Muzdalifga kelsa, hajga ulgurgan bo'ladi debdi. Yaqinning gapini qilmoqdi bu yerda. Arafat chuqur kun chiqishdan kun bitishdan oldin Arafatga qilish kerak. Kerak degan masalada ulamolar har xil qarashda bo'lgan. Rasululloh kun patgandan keyin mangan bo'g'achqa har xil qarashda bo'lib, endi kechikib qolib kecha to'scho desa mana bu dalil. Lekin Payg'ambar alayhisalom al-hajj Arafa deganmiz. Bu odam shu kechikib Arafat to'di hozir. Ya'ni shu kechada bo'lsin to'dimi, to'madimi? Arafa naharan demadi-ku. Al-hajj Arafa degan hajninki muhim arkani asaq arkan Arafat degan bu. Undan boshqa arkan bor. Masalan, tavaful ifoda rukn masalan. Ba'zi bir ahvoldan tushib ketgan bo'g'achqa asosda Arafat dedi. Lekin Arafatda cho'qim kunduz turish lozim degan nima bo'lmagan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Shamga chiqqan, Shamdan keyin unga qaytib ketgan. Endi kechikib qolgan bir kishi, hamma hajimlar Shamdan keyin mayon qaytib kelgan yugurib borsa, bo'lamdi bo'lmamdi degan masala mana bir dalil. Bo'ldi degan gap chiqdi hozir. Biz oldin bo'lmaydi deb bir bekitib, yo'q bo'lmaydi deb ma'rif desak bo'lmaydi. Shu bo'ludi bo'lmaslikni hozir bekityapmiz. Ma'no bo'ludi dedi. Faqat adarkal hajj. Ya'ni Ibn Umarning degan gapi. Bu endi kechikib qolganlar uchun kecha to'simi bo'ludi demakchi. Agar shular tongda qolgan bo'lsa, o'zinglar Arafat tutib qo'ygan ekan, hajni boshqa. Ya shu bomdod qadar so'rliq vaqtida yarim kechada 2 soat 12 degan vaqtda ju'ancha oydirimdan udil Arafat chiqib, asha 1-2 soat turib, g'achchida Mino kelsa, ulgurgan bo'ldik. Ko'pchilik odamlar uni kelishib qaytadan boshqa shojib bo'ladi. Yo'q, bu hech qilgan bo'ldi hozir adrak al-hajj. Lekin yana bir qatam boshqa shojib. Yo'q. Yo'q, hajj bo'ldi bu hozir. Hajj bo'ldi. Lekin mesela avqatga qo'ysak, biz Shamdan keyin gittin tavib ketadi, biz avqatga uni olib
Ya hazır bu Şam'daki ikinci günki tava. İkinci günki tava ilkide talaştat yok. Ama bu şari yani. Resulullah ikinci güne keç çiğgenlikin tutsam hesap degenliken hesap olurdu. Namaz mesela vakti o'tgandan Muzdalifada Sham vaqti ketgandan keyin o'qsam hesabdi o. Vaqti o'qiganga o'xshash. Undan keyin buni bo'ladi bo'lmaydi Alloh taolaning o'zining o'rinlashtirishi. Kecha to'simi hoj bo'ladi dedi. Ma bir batni o'qitaylar. Bab man gharbat lahu ash-shamsu wa huwa fi an-nafr al-awwal wa huwa bimina. Nafr al-awwal degan oldirganlar ketadigan, ya'ni 12-kuni. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi dedi o. 12-kuni oldirganlar ketibdi. Dastlabki ketish kuni, birinchi qatim ketish kunida, Makka qaytib chiqish kunida Minada taqib. Bu ketmadi. Shirkatmay Minada namasham bo'lib kechikirib qoldi. Namasham bo'lib ketib qoldi. Bu Minada qo'nishi lozimmi? Albatta hojlar 2 kun turiblam, kun petishdan ilgari, ya'ni 12-kuni deylar, aytning 3-kuni bo'ldi. 12-kuni qaytib ketaylik deb qolsa, kun petishdan burun qaytib ketish lozim. Agar kun patgandan keyin Minada qaytmay turib qolsa, shu kecha qo'nish kerak deb qaraydi. Yani İmam Abu Hanifa kecha qaytib ketsin bo'ldi. 13-kuni tong atgan qadar qaytib ketsin bo'ldi deb qaragan. Lekin jumhur ulamolar namasham bo'lib qolib qaytmasa, shu 13-kuni cho'qim Minada qo'nishi lozim. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق 13-kuni. Teşrikning 30-kuni degan 12. Wa huwa biminan fala yanfiranna hatta yarmi al-jimara min al-ghad. Shu kuni qonab, aytsan 13-kuni tashni etib tutmanson. Qali Muhammad va bihi na'khud. Bihi na'khud degan kun petishdan burun qaytib ketsin. Kun petishdan keyin qaytib ketishi makruh demakchi. Yani bir rivoyatda qon keladi degan. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. Bab man nafara wa lam yahliq. Çeşne çütmeylam Mekke'ye kirip ketken kişi. Akhbarana Malikun akhbarana Nafi'un enne Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma laqiya raculan min ahlihi yuqal lahul mujabbar. Abdurrahman ibn Umar demek. Al-Mujabbar kimning o'g'li? Ibn Umarning jiyani. Ibn Umarning qarindisi Abdurrahmanning o'g'li bu. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma o'zining oil tavobatida Mujabbar degan jiyanini uchratgan. Afada va lam yahliq ra'sahu. Tavafil ifada qilibdi bu. Lekin chechini tushitmabdi. Yoki qisqartmabdi. Jahila dalik. Hukmini bilmay qilib unda qilmay. Fa amarahu Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu an yarji'a fa yahliqa ra'sahu aw yuqassira thumma yarji'a ila al-bayt fa yufida. Tartibsiz qilsa, qaytib sen boshdan tartib qo'yish qilib kel, sunnat bo'yicha qilib kel debdi, boshqa gap qilmabdi. Fa yufida yada tavafil ifada qilasiz demakchi. Belki bu tartib hamda sen bunda qilvatsan yaxshi deb mandub holatda sunnat bo'yicha ish qilishga buyurdi. Qala Muhammadun va biyada nakhud. Babur rajul yujami'u bi Arafat qabla yufid. Arfatdan qaytish bo'lishi mumkin yufid degan. Thumma afidu min haythu afada an-nas degan bo'g'achqa. Yoki tawaful ifada qilishdan burun demakchi. أخبرنا مالك أخبرنا أبو زبير المكي عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. قبل أن يفيض يعني إشكي احتمال لك طواف الإفادة قلشتم برون طلق إحرامدن çıkıştım burun diyen bulamdı ya ki Arfat'tan Mina Muzdalifa'ga manishdan burun deydi. Ko'pincha ahvolda tavafil ifada qilishdan burun Mina kunlarida birga bo'lib qolgan bo'lsa bir tüge kurbanlık qilishga buyuribdi. Qala Muhammad va bihada na'khud qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man waqafa bi Arafata faqad adraka al-hajj faman jama'a ba'da ma yaqifu bi Arafata lam yufsid hajjahu. Undan keyin bo'lib qolsa haj buzilib ketmaydi. Ya'ni Arafat turib bo'lgandan keyin bu haj bo'lib bo'ldi. Walakin alayhi badana li jima'ihi wa hajjuhu taman. Bir qurbanlik keldi ekan, haji shundan tamam. Wa idza jama'a qabla an yatufa tawaf az-ziyara la yufsidu hajjahu. Tavaf ziyardan ilgari, yani tavaf ziyar degan tavafil ifada shu. Tavafil ifadadan ilgari bilolab qolgan bo'lsa-mu, haji buzilib ketmaydi. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina rahimahumulloh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.